Assalomu alaykum, hurmatli dizaynerlar. Bugun sizlar bilan 3-darsimizni boshlab olamiz, xudo xolasa. Qanaqa oynalar ochish, qanaqa razmerlarda ishlash kerak, SMM dizayn necha bo'ladi, shular haqida polniy gaplashib o'tamiz. Tak. Xohlasanglar fayl menyusiga kirib turib, mana bu new bosib qo'ysanglar ham bo'ladi. Xohlasanglar Ctrl N qilib ham chaqira olsanglar bo'ladi. Ctrl N qilganimizdan keyin mana bu yerda bizda mana bunaqa oyna paydo bo'ldi bizda mana. New document degan. Tak. Biza ko'p holatlarda pikselda ishlamaymiz. O'zingizlar bilasizlar, hozir hech kim pashti pikselda hisob-kitob qilmaydi. Bam inch ham bizda o'tmaydi. Inch ismi santimetr faqat bizda, millimetr kam joylarda hisoblanadi. O'zingizlar bilasizlar. Santimetrga qo'yib olamiz bu joyini. Mana bu joyga men misol uchun SMM dizayn qilmoqchiman. Например, 20 ga 20 qo'yib olamiz. Mana bu resolution qismi 300 turadi. Nima uchun resolution qismi 300 turadi deyishinglar mumkin. 300 turishining sababi bu katstvani yuqoriligi misol uchun 500 qo'yaman. Mana bu joyga misol uchun 300 qo'yamanda mana bu joylar turadi. Agarda mana shu holatda men dizayn qilmoqchi bo'lsam, mana bu joyga men o'shanda 72 qo'yib qo'yishim kerak bo'ladi. Nima uchun 20 ga 20 qilayotganda 300 qo'yib qo'ydingizda, imенно 500 ga 300 qo'yib olganingizdan keyin bu yerda resolution qismini 72 qo'yib qo'yasiz deyishinglar mumkin. Buni sababi bor. Sizlarning kompyuteringlar qancha moshniy bo'lsa, buni 300 ham qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Agarda siz kompyuteringizga ishonib turib, agar 300 qo'yib qo'ysangiz, kompyuteringiz qotmasdan ishlashiga ishonsangiz, bu значит 300 tursa ham bo'laveradi. Agarda yo'q, kompyuterimni men ayima, kompyuterim joy egallamasa, imенно mana shu Photoshop bilan joy egallamasin desangiz, unda 72 qo'yib turib kompyuter qotirmaslikka harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Agarda siz printerga ishlov berayotgan bo'lsangiz, printerdan ya'ni chiqarmoqchi bo'lsangiz, mana RGB qismini, color mat qismini biz o'shanda mana bu galchkani olib tashlaymiz. Bizga galchka kerak emas. O'shanda color mat qismini biz ana o'shanda smakka qo'yib olamiz. Nima uchun RGB dan smakka o'tkazdik deb savol berishingiz mumkin. Buni sababi qachonki biz bannerlar chiqarayotgan bo'lsak, ya'ni printer uchun ishlayotgan bo'lsak, biz buni smak color qo'yib olamiz. Smak colorda faqat ozgina ranglar aldashi mumkin. Lekin rangini точно bersangiz, точно chiqarib beradi. RGB qo'yib turib ishlashimizning sababi, misol uchun telefonga dizayn qilmoqchi bo'lsa yoki televizorga dizayn qilmoqchi bo'lsa, qanaqadir internetlarga, ijtimoiy tarmoqlarga qanaqadir dizaynlar qilayotgan bo'lsangiz, RGB da turadi постоянно. Shuni esingizdan chiqarmanglar. Men buni hozir 20 qo'yib olaman. Mana bu joyga 20 qo'yib olaman. Resolution qismini 300 qo'yib turib, color mat qismini RGB ga o'girib qo'ydim. Endi create tugmasini bosib qo'yamiz. Create tugmasini bosgandim, menga mana bunaqa oyna ochildi mana. Ana endi men bu yoqqa biza mana instrumentlar keldi. Rectangle tool, marquee tool va ellipse tool, marquee tool oilasiga kelamiz. Tak, men rectangle tool, marquee tool olib olamanda, misol uchun shift ni bosib turgan holatda to'g'ri burchak chizamiz. Men misol uchun to'g'ri burchak chizib oldik. Misol uchun men Ctrl D qilib olib turamiz. Agar shift ni bosmasdan turib men chizadigan bo'lsam, bizga to'g'ri burchak bermayapti, to'g'rimi? Agarda men shift ni bosib turib chizadigan bo'lsam, to'g'ri burchak bizga beryapti. Mana bu yerda layerlarning eng tegi qismida, ya'ni chelichani oldida plus knopka turibdi. Plusni bossam, yangi layer paydo bo'ladi. Mana yangi layer ochib olish uchun har doim plus bilan ishlaymiz. Endi bu yerda men bu joyda rang beradigan instrument bor mana. Ustiga bunda olib kelsanglar, o'zi ko'rsatib qo'ygan mana qanaqa ishlashlarini. Shablon qilib ko'rsatib qo'ygan. Klaviatura G harfini chiqar ekan, men shuni olamanda, biz pastdan ishlatadigan rangimiz tepa qismi bo'ladi. Pastki qismi biz ishlatmaymiz.
pastki qismini ham o'tkazib qo'ysanglar bo'ladi. Mana bu joyini bitta bossak aylanib qoladi mana. Men sariqga qo'yib olamanda, yangi layerda turgan paytda rang berib qo'yaman. Ctrl D ni bosaman. Chetrogimdan surib turamiz. Mana endi mana bu yerdan ellipse tool marketolni olib olamanda, shift ushlab turib dumaloq doira chizib qo'yaman. Misol uchun menga doira sal kichikroq qoldi. Men buni sal kattaroq qilmoqchiman. Yana buni yo'li bor. Buning uchun обязательно Ctrl T qilish o'ta shart emas. Umuman Ctrl T kerak emas. Buning uchun biz mishkani o'ng tarafini bosamiz. Mishkani o'ng tarafini bosib Transform Selection bosamiz. Men agarda mana bu joydan tortadigan bo'lsam, faqat bir yoq tarafga beryapti. Bir yoq taraf katta qilyapti. Agar men Alt ushlab turib mana bu joydan cho'zadigan bo'lsam, общий kengayapti, to'g'rimi? Ana endi galchkani bosib qo'yamiz edi. Men yengilar ochmasdan turib bu yoqqa qora rang berib qo'yamiz mana. Qora rang bergandik, bu layerlarimiz bitta bo'lib qoldi, to'g'rimi? Biz ajrata olmaymiz. Men orqaga qaytaraman, Ctrl Z qilaman, orqaga qaytarib turib, endi yangi layer ochib olaman. Mana yangilar ochib qo'ydim. Endi bu yoqqa rang beramiz mana. Ctrl D. Mana ko'rib turganingizda layerlar alohida bo'lib turibdi. Agarda men bu to'rtburchakni ustiga chiqarmoqchi bo'lsam, men bu tegidagi layerni, ya'ni to'rtburchakning layerini tepaga ko'tarib qo'yaman mana. Tepada bo'lib qoldi. Pastda xohlasangiz pastga tushirib qo'yasiz mana. Endi men buni o'chirib olaman. O'chirib turib, bizda hozir mana bu yerda men bolani men o'zimga olib kira olaman. Tak, buni o'zidan razmerimizga to'g'irlab olamiz. To'g'irlab olib turib, sal o'rtaroq chiqarib qo'yaman mana. Galchkani bosib qo'yamiz edi. Ellipse tool marketolni olaman. Ellipse tool marketolni olib turib, doira chizib olaman birinchi o'chirda. Doira chizib olib, sal doiramiz kattaroq bo'lib qolgani uchun buni sal kichiklashtiramiz. Galchkani bosib qo'yamiz. Ana endi polygonal lasso toolni olamiz edi. Bizning maqsad mana bolani qo'li chiqib turgan, boshlari chiqib turgan, mana jurnal chiqib turgan joylarni biz doiraning ichiga kirgizib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Uning uchun men shiftni bossam, instrumentimizdan tagida ko'rayotgan bo'lsangiz, plus paydo bo'lib qo'yapti. Ana shu plus paydo bo'lib qolgan paytda men uni olib chiqib ulab qo'ysam bo'ladi. Agarda men altda bosadigan bo'lsa, minus paydo bo'lib qo'yapti. Bizga plus kerak ekan, biz qo'shib qo'yishimiz kerak. Qo'shib qo'yishimiz uchun mana bu joydan shift ushlab turib tortaman mana tashqariga qarab. Doiraning ichiga kirgandan keyin mishkani chap tarafini bosib qo'ysak, ulanib qoldi mana. Bizga hozir bilinmayapti unchalik, chunki qo'l taraf ozgina chiqib turgani uchun unchalik bilinmayapti. Endi mana bu joydan boshlaymiz mana. Kesayotgan vaqtinglar sal e'tiborliroq bo'lasizlar. Chunki qilayotgan dizaynerlar kачествоda chiqish kerak. Hozir sal tezroq qilib ketaman. Doiraning ichiga olib kirib olib, mishkani ikki marta chap tarafini bosib qo'yamiz. Mana ko'rishingiz mumkin endi. Mana qo'l tarafi doiraning ichiga kirib qoldi. Xuddi shunaqa qilib mana bu joylarni ham qilib qo'yishimiz kerak bo'ladi.
ko'rib turganingizda mana bu yoq qismini ham qilib oldik. Endi jurnal taraf bizga kerak bo'ladi. Jurnal tarafga ham shiftni bosib turgan holatda tashqariga olib chiqib qo'yamiz. Tak, mana biz qilib oldik. Mana endi Ctrl C, Ctrl V qilamiz. Mana biz ham qilgan ishimizni ko'rishimiz mumkin. Ko'zimni bekitib qo'yamiz. Mana. Endi yana ellipse tool market tool olaman-da. Yana doira hosil qilishim kerak bo'ladi. Mishkani o'ng tarafini bosib Transform Selection qilamiz. Altni bosib turman, kattalashtiryapman. Bolani original layer turgan payt, ko'zi o'chib turgan payt, mana bu joyda yangi layer ochib olamiz edi. Mana rangli palitrasiga kirib turib, bolani ustiga bunda olib kelgan paytimizda mana pipetga hosil bo'lyapti. Bolani mana shu kiyimidan rang olib qo'yamiz. Rang beradigan instrumentimizni olib, bu yoqqa bitta rang berib qo'yamiz, sariq rang. Mana ko'zni yoqib qo'yamiz mana. Bizning dizaynimiz tayyor. Sizlar ham qilib ko'rishingiz mumkin. Bemalol imkon qadar yaxshi, sifatli qilib qilishga harakat qilinglar. Sifatli chiqmasa, qayta takrorlashga harakat qilinglar.